He was the fifth generation of American. Samarqand davlat chet tillari instituti ingliz tili fakulteti, ingliz tili kafedrasi va institut yoshlar ittifoqi kengashi bilan hamkorlikda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligi munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Zahiriddin Muhammad Bobur rolida ishtirok etmoqdaman va meni sheriklarim Saroybon hamda o'zim yana sherigim ustozi, ya'ni va o'g'li Humoyun Mirzo va Bobur Zahiriddin Muhammad Boburning farzand qizi Gulbadan begim rolini ijro etishmoqda. Hozirgi bizni sahna ko'rinishimizdan Boburning ruboyisi joy olgan. Men shundan ozginasini aytib bermoqchiman. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Ushbu tadbir Bobur va uning merosini yodga olish, yigit-qizlarimiz orasida buyuk shoirning asarlarini, uning hayot va faoliyatini keng targ'ib qilish maqsadida o'tkazildi. Hazrati Boburning qalamiga mansub Boburnomadan parcha asosida badiiy sahna ko'rinishlar tashkil etildi. Eng yaxshi g'azal ijrosi sifatida Zahiriddin Muhammad Boburning g'azallari, ruboiylari o'qildi. Shuningdek, g'azal asosida qo'shiqlar ijro etildi. Tadbirning ajralib turadigan tarafi talabalarimiz nafaqat o'zbek tilida, shuningdek ingliz tili, xorijiy tillarda ham g'azal va ruboiylar o'qildi. Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir nafaqat ma'naviy ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lib, balki zamonaviy yoshlarda tarixiy merosimizga hurmat va e'tiborni oshirishga xizmat qiladi. Tadbir davomida o'sha talabalar tomonidan rasmlar chizildi. Qolaversa, o'sha ikki buyuk shoirlar ruboiylardan, g'azallardan ijro etildi. Tadbir so'ngida o'sha faol ishtirok etgan talabalarga esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlandi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.